Do'stlar, bugun sizlar bilan shu ice 4 xil marojnasini yeb ko'ramiz. To'g'risi baytobga olguncha erib ketdi. Pistaligi, vanillaligi, qulpinoyligi, shokoladligi. Ular 4 xilini tatib ko'ramiz, baho beramiz. Erib ketdi, uzr so'raymiz. Birinchi bo'lib vanillalidan yeb ko'ramiz. Bismillah. Lekin marmelad marojnaga solsa qatib qolar ekan. Mazasi bomba. Xullas bu O'zbekistonda yo'q, marojnani olib kelganman. O'zim shaxsan olib kelganman. O'zinikini maqtash emas. Обязательно kelib yeb ko'rishni maslahat beraman. Kinder Bueno. Pistali bilan juda ham mazali. Pistaliga xullas 10 dan 15 beraman, juda ham mazali. Ayollar sevadigan qulpinayligi. Wow. Wow. Bomba. Nutellaliga. Nima deyishga til ojiz. Bu videoda marojnaxo'r do'stingizga jo'natib qo'ying. Обязательно sizni bu marojnaxonamizga olib keladi. Like bosishni unutmang, jigar.